Nexia proyektimizda ajoyib yangilik. Kecha Behruzjon akamga berib o'rgandim. Mashinaga bomba yangilik qilib kelgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas lekin. Aka, mashinangizga undan zo'r yangilik taklif qo'yganman. Bunaqa yangilik hali Qashqadaryoda mashinalar qilinmagan. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Yana bir kunga mashinani berib turing. Prosta vaqt sal cheklab qo'yganingiz uchun mashinani srochni olib kelaverdim, chaqirganingiz uchun dedilar. Mashinani lekin ko'rinishini qaranglar. Har kuni bitta yangilik. Diskalari ham juda yarashgan. Yarashgan deganlar bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shu mashina Xudo xohlasa sizlarga mutlaq tekinga beriladi. Mana bu yoqqa bitta kattakon barzakas qilganmiz. Baram kelishini kutib turibmiz. Mashinamizni, proyektimizni polni nol qilib tugatishimiz uchun sizlar aktiv bo'lib tursanglar bo'ldi. Orqa rakurslari ham juda ham chiroyli. Behruzjon akamga obuna bo'lib qolinglar, like bosinglar, aktiv bo'linglar. Xudo xohlasa bomba yangiliklar faqat eng arzoni qarshi va Behruz Brizon profiliga bo'ladi. Drive Series nomer 1 lekin. Mashinalar buzilsa, yo bo'lmasa mashina kim yutib olsa, Xo'p. mashina mutlaqo bepul to'g'irlab beraman aka. Laz, qachon buzilsa ham olib borsin, Drive Series qadam ochiq. Gap bo'lishi mumkin emas. Menimcha bunaqa yangilikni bironta avtoservis ayta olmasa kerak. Eshitibsizlarmi? Mashinani kim yutib olsa, servis xizmati bepul. Qancha vaqtga? 5 oymi, 2 oymi, 3 oymi? 2 yil. Yo'q, unaqa demang, qilib bera olmay qolasiz. Laz aka, o'zi qaytish yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Agar kim mana shu mashinani yutib olsa, Drive Seriesdan o'sha remontlar tekin devordilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu gapga ham agar obuna bo'lmasanglar uyat bo'lar lekin bitta like bosib, srochni hamma tanishinglar jo'natdinglar. Xudo xohlasa aynan mana shu mashinani kim yutib olsa ham haqqoniy egalariga topshiramiz.